Benzinli skuterlarimiz ham mavjud. Har xil turdan bor, yuk ko'tarishiga qarab. Benzinli motorlarimiz ham bor. Bu yerda samosvalli, 5 samosvalli, oddiy, katta reshotkali, kichikroq variantlar hammasini yuk razmerlari 2 tonna plus. 2 tonna, 2 tonna osh yuklarda olaveradi bemalol. Bundan tashqari pol kabinali, zavodskoy, motor miyasi kattaroq deganlar uchun alohida ko'rishlaringiz mumkin. Voyenniy motorlar bor. Buni motorlari 250 kub. Juda ham baquvvat va tez. Samosval variantimiz. Samosval varianti bu antipresli o'zini sovutadi bemalol. 2,5 tonnacha yuk ko'tara oladi. Radiatorli mana bu zavodskiy pol kabinali mana to'liq o'ralgan holatda. Motorlari ham 250 kubali. 250 kub. Audio qismlari jihozlangan mana. Jenshin motorlar. Barcha qulaylik, xavfsizlik sistemalari bilan jihozlangan. Buni ranglaridan bor. Qizil rang desa qizil, ko'k desa ko'k, voyenniy svet desa voyenniy svetlardan bor. Bularni hozirgi kundagi narxi 31,5 million so'mdan. Vodiy bo'ylab shu yerda o'tamiz, doimo dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Boshqa viloyatga o'zlaridan kelishilgan holatda bo'lmasa. Xo'p, ochiq variantlarimiz ham bor mana. Bu variantimiz samosvalli variantimiz hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Motorlar Cavallo brendiga mansub. Motorlar 200 kubali. 200 kubali. Motorlar 200 kubali. Bemalol xavfsizlik jihatdan qulay. Bu samosvalli varianti, ochiq varianti. Bu samosvalli nimada? Avtomatda mana bemalol chiqarib tushaveradi. Bosadi, tushadi, chiqaradi. Ortiqcha skorga urib boshqa qilmaydi, antifrizli. Rasxodlari ham kam. Yuziga 6 litr rasxod. 6 litr. Ham zo'r. Buni narxi esa 29 million so'm. 29 million so'm. 29 million so'm. Kelishiladi. Bu tarafda esa mana skuterlarimiz bor. Mana bu panjarali, katta panjarali motorimiz mana ko'rib qo'ysin. Mana bu to'liq ko'rsatasiz endi. Mol, qo'y tashiyman. Bemalol chorva tosh uchun mo'ljallangan. Tirikchilik qilaman degan aka-ukalarimiz uchun, misolchaligi chorva tashiyman degan akalarimizga mo'ljallangan. Barcha xavfsizlik jihozlari o'rnatilgan. 4 ta tumankali audio sistema hammasidan bor. Telefon zaryadlaydigan jihozlarigacha ishlaydi. Motorlariga keladigan bo'lsak, motorlari 200 kubali. Buni ham nimalari, sarf nimalari, yoqilg'i sarflashi 6 litrgacha bemalol yoqilg'i sarflaydi. Bundan tashqari antifrizli o'zini-o'zi bemalol sovutadi. Hech qanday motorlar qizib ketish, boshqa holat bo'lmaydi. Tepalar reshotkali. Agar reshotkasi kerak bo'lmaydigan bo'lsa ham, bemalol reshotkani olib qo'ysa ham bo'laveradi. Kapalak. Bemalol yo'llardan yechadi, mana olib qo'yishaveradi, bemalol o'z vazifasini bajaradi. Kerak holatda yana qaytadan qo'yib olishaveradi. Buni bahosi hozirgi kunda 26,5 million so'm. 26,5 million so'm. Vada modellarimiz ham bor mana. 5 samosval variantlarimiz. Ochiq variantda, hammasi bir xil holatda, 200 kubali. Bular antifrizli o'zini sovutadi, faqat 5 antif nimasi? Samosvalli bas, oddiy. Bularning ham bahosi to'liq holatda 25 million so'mdan mana. 25 million so'mdan komplektatsiyasi nima bo'lsa hammasi qo'shib beriladi. Zapaska balonlari, kaska, jilet hamma narsasi bor. Old oynalargacha mavjud. Ko'rishlaringiz mumkin, bugun Zamin savdo markazidan benzinli skuterlar qisqacha obzor qilib o'tdik. Qanaqa kimda qiziqqan ma'lumotlari bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Mutaxassislar batafsil ma'lumot berib o'tadi. Agar menga mono material kerak, menga mono naqa narsa kerak deb alohida o'sha pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsa, bemalol o'zlariga o'sha bitta materialni video obzorlarini qilib yana tashlab berishamiz. Telegram lichkalariga tashlab bemalol savdolashaveradi. Barcha ijtimoiy tarmoqlarimiz mavjud. WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok hammasidan bor. Xo'p, bu tarafda yangiliklarimiz kelganlarda. Dubl kabinalar ham mavjud ekan. Dubl kabinalarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham bahaybat qilib ishlangan. Bodo. Bu aka necha kilo ko'taradi? Necha kilo ko'tarishga mo'ljallangan? Dubl kabinamiz mana eng qulay varianti, oxirgi full varianti hisoblanadi. Hop, bu qulaylik keladigan bo'lsa, tepada panjara nimalari bor, reshotkalari bor mana. Bemalol bagaj qismlari mavjud, duklari mavjud, oldi yorituvchi chiroqlari bor. Pastlarda ham mana oldi dugalari bilan jihozlangan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan
Bu oldingi dubl kabinaga nisbatan ancha 50 variantda ishlangan. Chunki bemalol mana ichki qismlarni olsangiz, Ichkariga ichkariga o'tirganda bemalol 90 kiloli odamlardan 4 kishi bemalol sig'adi. hop, ichida o'zini jihozlar bor. Troslargacha mavjud. Qo'shib beriladi. Damkirat balon kuchlargacha bor. Zapaska balonlari ham mavjud. Buni balonlari keladigan bo'lsak, 5 ta gaykali balondan 500 ga 2 balondan jihozlangan. Quvvatlash jihozlari esa 72 ga 70 amperlik akkumulyatordan jihozlangan. Demak, buni akkumulyator nechta bo'ladi degan savol tug'iladigan bo'lsa, yana tushunarli qilib gapirsak, 6 ta 70 lik akkumulyatordan jihozlanadi. 70 lik. Hop, buni ham hamma jihozlari bor. Ventilyatsiya, sovutish, isitish sistemalari avtomat korobka bilan jihozlangan. Zatniy kameralari ishlaydi. Hammasi original. LED chiroqlarigacha o'rnatilgan. Ichida ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham keng qilib ishlangan modelimiz. Hop, buni narxi necha pul aka? 23 million 500 ming so'm. 23 million 500 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Dastavkalari boshqa. Dastavkalari vodiy bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Chunki bizning mashinalarimiz vodiyda asosan yuradi, boshqa ularga chiqolmaydi. Xo'p, yana yangi modellarimiz kelgan. Mana pol kabinali variantimizda yangi modelimiz keldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Tormozlari ham Jitkis tormozli. Mana Jitkis tormozli. Pol kabinali bemalol ochilib yopilishga xalaqit bermaydi. Dvorniklari ham bor, bakovoy qismlarigacha mavjud. Zapaska balon, damkirat balon kulishlari ham bor. Undan tashqari ramalar keladigan bo'lsa, ramalar mana 3 qavatli ramalar. Ham baquvvat qilib ishlangan. Buni balonlari juda ham yumshoq qilib ishlangan. Panejning rejimlari bor. Hammasi mavjud. Hozir sizlar bilan bortini ko'tarib qancha ko'rsatib o'tamiz. Mana bemalol maqlik pastlarini ham ko'rsatib o'taylik. Ko'p motorlar ko'rsatilmay qolyapmiz. Chunki ichkari turibdi, hurmatli obunachilar. Chunki motorlar ichkari turgan holatda ko'rsatilmaymiz. Mana tashqari turganlardan bir ko'rsatib o'tamiz. Mana miya motorlar keladigan bo'lsak, 1800 miya motorli, amortizator risolar 4 tadan, mana ikkitadan mana 4 tadan joylashgan. Motor miyalar 1800 miya motor. Xo'p, akkumulyator quvvatlari keladigan bo'lsak, 76 akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan bunga. Mana original Xitoy akkumulyatorlar. Xo'p, bort qismlari keladigan bo'lsak, 180 ga 130 razmerda hisoblanadi. Mana tag xavfsizlik nuqtaida mana 3 qatorli profillar ikki tomondan qo'yilgan hamda qatorasiga profillar qo'yilgan. Bemalol bir tonnaga yuk ko'taraveradi. Bemalol foydalansa bo'ladi. Balon razmerlari esa 500 ga 2 balondan 5 ta gaykali qo'yilgan mana. Mana 5 ta gaykali. Gaykalar soni 5 talik, bemalol yonida mana tiyagalari bor. Zapaska balonlari ham mavjud. Mana bort ko'targanda hech qanday xalaqit bermaydi, chunki bu qo'yilgan zavodskiy pol kabina hisoblanadi bu. Bemalol poliklari bor, zaryadchiklari bor. Tormozlari Jitkis mana. Jitkis. Qo'l tormoz ham borda, kimdir buni motorlar qo'l tormoz kamroq bo'ladi. Endi haligi yosh katta otaxonlarimiz minganda oyoqda bosishga noqulay bo'lishi mumkin yoki neudobniy bo'lishi mumkin, noqulay. Shu o'rinda mana bemalol Jitkis tormozlardan foydalanib harakat davom ettirishaveradi. Kimga necha kiloli motoroller, skuter kerak bo'lsa, hammasidan turdan mavjud. Assortimentlarimiz juda ham ko'p. 300 kilodan boshlab 2,5-3 tonnagacha bo'lgan motoroller, skuterlarimiz mavjud. Barchasi hamyonbop, chiroyli dizaynga ega bo'lgan skuter, motorollerlar Zamin savdo magazinida mavjud. Ko'rishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelgancha obzor qilib o'tdik, ko'rishlaringiz mumkin. Hamma mahsulotlarimiz sifatiga garantiya beriladi.
kimga qanaqa turdan kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin obunachilarimiz. Skidka narxdagilar ham bor, skidkaga tushmagan motorollerlarimiz ham mavjud. Kimga qanaqa qiziqarli savollari mavjud bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Manzilimiz Zamin savdo markazi, Uchko'prik tumani.